azizlarim, qaddi baland qadrdonlarim, Beka Show'ning ya'ni g'olib bo'lgan avtomobillari Xazarsutga keldi. Bir qadam qoldi Pitnakka inshaalloh. 2 mashinamiz ham albatta nerga chiqdi? Pitnakka chiqdi albatta azizlar. 2 mashinamiz va albatta hozir biz jamoamiz bilan Xazarsutga keldik. Yana bir qadam qoldi xudo xolasa Pitnakka. Azizlar, tez orada sizlarga ham boramiz inshaalloh. Pitnak aholisiga ham rahmat. Shunaqa aktiv bo'lib, hamisha to'xtamaylar bundan keyin ham. Bundan hammaga erishaylik inshaalloh. Hamisha bir ponna Beka Show'ga endi bu mashinaning sababchi yetishishga sababchi bo'lgan avvalambor bu obunachilarimiz. Hamma bir yoqadan bosh chiqargan holatda bitta oila bo'lib harakat qildi. Shuni orasida siz ham bor ekansiz. Sizga nasib qildi. Iloyim hamisha yaxshi kunlarga meni yuring. Buni giyzasan, buni qo'yasan. Yaxshi xizmat qilsin, bir tilaklaringizni aytib qo'ying. Iloyim, sog' bo'l. Anajonim bir tilaklaringizni aytib qo'ying. Ha, sog' salomat bo'lgaysizlar. Shu inlarni tashkil etib bergansizlar ham rahmat bola. Obunachilarimizga ham rahmat. Rohatini ko'rgaysizlar, Xudoyim. Ishlaringiz muvaffaqiyat. Alloh taolagam shuni rost ekan, hamma o'ynab, olsin mutavarsiz. Sizlar ham kuch-quvvat beravergay Xudoyim. Obunachilarimiz ham bitta duo qiling, shuni sababchi. Salomat bo'lib, o'ynab gulib, Xudoyim Alloh taolagam hamma shuni dallara, mikrofonlarga tushirib, sog' salomat yurgaysizlar Alloh. Ilohim, Allohu akbar. Boshlarni bering. Tabriklar bo'lsin. Bir çapağım gizmeyin çapanak ha şimdi. Keling ota, sizdan bir foto bering. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Hayajonlanmang ota. Umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Umringiz uzoq bo'lsin. Ne şehir? Ahmetcan İbrahimov mahallesiye hoş geldiniz. Teşkil kılgan hayırlı işleriniz rivacını veriyor uzun günleriniz uzak olgaydı, skırozlarınız falan olgaydı. Sapkarlarınız hemşe tuğlarınızda yaş günleriniz yarar. Yurtumuzda tinçi hafifleri gözüyle Allah'tan sonra kalamaz. Amin Allah hayırlı. Hamma shu musofirda yurgan yurtdoshlarimizdan hammani omadiga bersin. Hamma bilan inshaalloh xuddi shunaqa Beka Show a'zolari bilan har bitta xonadonga borish bizlarning jamoamizga nasib qilsin. Ya'ni jamoamiz shu yerda o'zinglar ko'rib turibsizlar, mana avtomobilimizning egasini ham ko'rdik. Hammaga omad. Allah'ın böyle alakası var mı olur? Ulan bir oynan akıl. Ulan bir oynan. Ota hayajon dele. Bir oynan. Gazini basıyorsun.
YouTube kanalında rozagaş bottutene. İşin bir kaşodan ağamız bakalasa şu maşını uttina Xudo xolasa. İlayim rosekeyla Ana vaqtına yalan yön yok ila maşina. Asmanam. Ne ata? Bilet kim olgandi bilet? Sardara. İkinci tura ne koyulgan sularımı aytma düşere geldi. Gençler. Assalomu alaykum. Ahamiz, bardan baquvvat bo'lsin. Qutlug' bo'lsin. O'ng bo'lsin deydi-ku. Tegna hamja shamol o'tib yursin. İşlerinde Ahmet. İlahim şu. Neleriniz berdavan bulsun. Neleriniz köpeysin. Oyuncuya boşa oyuncular. Bilet nechta olgandingiz biletdan? Nechta olgandingiz? 5 dona bilet olgandingiz. Kimlarga olgandingiz? Kimning nomiga olgandingiz? Mashina kimning nomiga chiqdi? Özün namı mı? Barakaning. O'z nomingizgami? Necha nomerga chiqdi bu? 640 ga chiqdi, ha? Bilet nomida nima deb yozilgandi? Ruslanbekmidi? Ruslanbekmidi? Halabes, o'ng bo'lsin, o'ng bo'lsin. Sizni o'z gaplashgan vaqtingizda 2 qizim bor. Tamam oynayışlar. Malades. Almusha uzoq bo'lsin umri. Yana kim bor? Bir duoyni kameraga qarab, shu mashinaga birinchi o'tishda sababchi bo'lgan azizlarimiz. Bu obunachilarimiz bo'ladi bu. Hamma albatta bu o'yinimizda ishtirok etib turibdi. Hamma shu kimdir nimada sovg'a bo'lishiga albatta hamma bir oiladek bo'lib harakat qilib shu Sparkimizni mana Ruslanbek og'amizga nasib avvalambor Ruslanbek aka shu obunachilarimizga o'yin haqida ma'lumot bersangiz, undan keyin o'yin haqqonlik to'g'risida bir o'zingizni tushunchangizni bersangiz, keyin bir duo bersangiz, obunachilarimizni har bitta xonadoniga BK Show a'zolari eson-omon xuddi shunaqa sizdagi diydor ko'rishingiz bizga nasib qilsin. Hamma bilan biz internetda gaplashdik. Hech kim bilan telefon gaplashganimiz yo'q, hech kim bilan ko'rishganimiz yo'q. Hamma bilan internet orqali. Hamma bizlarni ko'radi, biz hech kimni ko'rmaymiz. Xuddi shu orqali sizlar bilan ham shu final kuni telefonda gaplashdik, o'zimiz bilan WhatsApp orqali ko'rindik. Xuddi shu orqali mana obunachilarimizga ham bir duo bersangiz, har bitta qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar u. Qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar u hamma baxt. Chin yuridan ishtirok etish kerak, harakat qilish kerak. Duoni bering. Yine şu gerçekten BK Show abonachilari ilohim sizlar ham o'ynanglar. Oynama utalmaganlar bu o'yinlarda utkaylar ilohim tashakkurlar rozi bo'lsin. Hamma utkay Xudoyim. Hamma shunday sizlarning ishlaringiz ham omad ilohim. Bundan ham ishlaysiz yurishavergay Xudoyim. Klientlaringiz ko'payaraversin. Sizga mana ekansiz duoga yuraganlar. Xudoyim ishlaysiz Rahmat ana. Qo'ysalar Xudoyim. Umrlaringiz Yana qarang. Allah Kameraga qarang hozir. ishlaysiz Xudoyim. Sog' yurgaysizlar, umringiz uzoq, rizqlaringiz yot bo'lg'ay. Ota enalaringizning oldinda, yurtning oldinda oq yuzli obro'li bo'lib sog'ora yurgaysizlar. Ana jonim, shu obunachimizda ham bir obunachi bolalarni, shu opalarimiz bor. Xuddi mana shu akamizning ishtirok etgan, harakat qilib turibdi. Shularga ham bir duo qilib bering, iltimos qilamiz sizdan avvalambor. Hammalaringga
To'ta maşallah bo'lsin Xudoyim. İlayim. Şuna hamma el yurt bilan o'tkaylar. İlayim. Hammasini omad kelgay. İlayim, ilayim. Bütün omadli yurt bu yil ko'p odamlar o'tib turibdi Xudoyim. Hammalar o'tavergay, İlayim, ilayim. Hammangizga. İlayim. Ruslanbek og'a keyin endi siz bir mashina kaltini oling endi og'a. Ruslanbek aka, Sana bakayım. mashina kaltini olib oling bir brekda mana. Yaqindagi mashinani Mashina kaltini yuragim manga dedi-ku. Sovuq, ekdiniga. Ey rahmat. Bering kaltini bek. Mangin og'a. Yaxshi. Mashina kelgan iloyim. Mana mamnun mashina duo yuragim. Endi kelaveramiz. İlayim, Xudoyim kebergisiz. Yaxshi kunligim. Faqatgina xonadoningizda to'y bo'lsin. Har bitta obunachimiz xonadonida to'y bo'lsin iloyim. Har bitta inson bilan diydor ko'rish nasib qilsin. Bizning niyatimiz o'zi bashi Bekashoni tashkil qilishimiz bosh niyatimizdan xuddi shunaqa bo'lgan. Faqatgina muhtoj oilalarimizga chiqsin. Avtomobil yutib olsin. To'y bo'lsin xonadonida. Haqqoniy o'yin bo'lsin. Faqatgina haqqoniy bo'lsin, faqatgina haqqoniy o'yin uchun harakat qilinadi degan maqsadda xuddi shu o'yinni tashkillashtirdik. Rahmat sizga. Eslatib o'tamizda bizning o'yinimizda juda ham biletlar oz va haqqoniy o'yin uchun. Rahmat. Keyingi Xudo xolasa sizlar bilan diydor ko'rish uchun Sardor aka, Jonob Shumbola, bitta muzika bo'lsa endi. Bo'ladi, Xudo xolasa. Bitta o'ynayvering. Qadam bo'lib kelgan bo'lg'ay bu boshlarimiz. İlayim, ilayim. Ruslanbek ukaming baxtini taxtini bergay, bolalarning baxtini ko'rib o'tirmoqni muyassar etgay, havozan gelinim bularning baxtini ko'rib quvonib o'tirishmoqni Alloh muyassar etgay. Hammaga shuning ishida o'tib olish muyassar etgay. Bekashoda. Spak o'tibdi. Endi undan ham katta mobil voleybollar o'tkay Xudo. İlayim, ilayim. Ana bular kelayveradi bular. Xudo xolasa bo'ladi shu ham nasib qilsa. Faqat harakat qilish kerak. Güzeller kurtlu benim derbeder benim derbeder benim derbeder sizlerden alın benim İşim yok
Yes!